Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga juda ham zo'r lifehack ko'rsataman. Eski Samsungdagi hamma danligi, rasm, pasm, приложение, ya'ni o'sha o'yinlarni yangi Samsungga o'tkazish yo'lini ko'rsataman. Qani bo'lmasa, ketdik. Xo'sh, bizga ikkita Android smartfoni kerak bo'ladi. Birinchisi qabul qiluvchi, ikkinchisi jo'natuvchi. Jo'natuvchi любой telefon bo'lsa ham bo'ladi. Samsung yoki Mi yoki Huawei. Qabul qiluvchi faqat Samsung bo'ladi. Ikkaloviga ham Smart Switch degan programmani yozib olishimiz kerak. Mana bu Smart Switch degan programma. Linkini pastda qoldiraman. Agar YouTube dan ko'rayotgan bo'lsanglar, linki bor. O'sha link orqali o'tib olsanglar bo'ladi. Agar Instagramdan ko'rayotgan bo'lsanglar, Telegram kanalimizga o'tib yuklab olsanglar bo'ladi. Birinchi mana Samsung qabul qiluvchidan qabul qilish degan joyiga bosamiz. Ikkinchi telefonimizda Galaxy Android bo'lgani uchun bosamiz. Galaxy Android Wi-Fi ga bosamiz. Mana bunda ham bu jo'natuvchi bo'ladi. Wi-Fi ga bosamiz. Mana ikkita telefon bir-birini qidiryapti. Mana S20 qabul qiluvchi, ya'ni S20 Ultra'ni topdi. Mana hisob kitob qilyapti. O'sha hisoblayapti necha gigabayt danlisi borligini. Mana 3.5 gigabayt danlisi bor ekan. Dalini bosamiz. Google akkauntni ham o'tkazish kerakmi deyapti. Agar o'tkazish kerak bo'lsa, mana bu yerdan kopiyani, ya'ni o'tkazish degan joyga bosamiz. Kerak emas bo'lsa, kerak emas. Menga masalan kerak emas. Mana ko'rib turganingizdek 4 minutda o'tadi deyapti. 4 minutdan keyin ko'ramiz. Mana 3 minutdan o'tdi, ko'ramiz. Aboylargacha o'tgan mana. Huawei Magic 4 Ultra Ultimate aboyisi qo'yilgan edi. S20 ga bunga ham o'tdi. Даже programmalar joylashuvgacha o'tdi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bir xil bo'lib qolgan. Tepani tortamiz mana. Plus bu yerda turibdi. Va qolgan programmalarimiz bu yerda mana Koreya programmada o'zida bor edi. Mana ko'rib turganingizdek Apple, Yandex, OLX, Instagram hamma programmalarimiz o'tgan. Galereyaga kiramiz. Galereyada ham hamma rasmlarimiz o'tgan. Mana ko'rib turganingizdek. Buni ham kichkinlashtiramiz. Yani hamma rasmlarimiz o'tgan. Smart Switch programmasi orqali bemalol shunaqa Samsung o'sha любой Samsungga Android va boshqa Samsunglardan danlilarni tezkor va o'sha bir xil nusxalab o'tkazsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar.